Navbatdagi video bu. Skuter, veloskuter. Mana shu. Bu ham bir o'zimiz mijozniki. Mana shu. Bu nimani kisib turibdi? Mana bu yerga akkumulyator kiyiziladi. O'zida 48 volt. 48 volt akkumulyator kelgan. Mana shtekeri. Mana shunaqa. Endi bu o'zida litiy-ion akkumulyator kelgan. 20 amperlik 48 voltlik. Bu hozirgi payt 40 kilometr yuradigan holga tushib qopti, 1 yil bo'lgan. Maqsadimiz buni kilometrni ham ko'paytirish ham umriga yetadigan akkumulyator qo'yish. Ana shundan e-bike elektro velosipedli skuterni akkumulyatori, içinde litiy akkumulyator, 54.6 volt, 20 amper ças, 48 voltluk. Necha yurib turibdi hozir? 30-35 kilometre yurib turibdi. Necha yil oldu? 1 yil oldu. 1 yil bo'ldi. Boshdan necha yil yurar edi? Boshdan 45-50 yurdi bu. Bir 10-15 farkı var ekan, ha? Az tushib qoldi. Endi ochib yurganamiz ichini qanday akkumulyator turibdi. Bu menimcha shu yoqdan Xitoyning o'zida terib kelingan bu komplekt. Sababi mana bu qutisi veloskuterni zavodskoy o'zini moslab chiqqan. Davom qilamiz. Mana krishkasini ochdik. İçine tuzilishi shu. Kilit. Mana bu kabelle takılgan steker, bir de hranitelь. Ana kopardık stekerni. Ana akkumulyator içinde turibdi. Endi bunu açıp tartib olamiz mı? Bir balo qilamiz ish qilib. Böyle shapikam yopishtiribdilar buna. Ana akkumulyatorni ochdik. Şimdi eksperiment olib turibdi. Qaranglar, içinde palchikoy akkumulyatorlar turibdi. Onda kichkina BMS turibdi. Mana sizlarga aytib turgan BMS masalasi. Bu BMS $5 tursa kerak, qimmat bo'lsa. Mana men hozir qo'yib turganim, oho, katta. Shu akkumulyator shu qutining ichine men shu yacheykadan qo'yib bersam, shu yacheykadan titanatdan. O'rtoqlar, bu BMS emas. O'shim katta BMS qo'yaman. Sababi shu narsa akkumulyator stoyit. Bu akkumulyator shunday kichkina BMS stoyit. Sababi arzon, xalq talab narsa. Endi buni ochishimdan maqsad 12 voltni topamandan hozir puskovoy kuchini ko'rsataman. Yine amallab aparatni ildirdik. Akkumulyatorun puskovoyning gücünü görüş hesabında. 12 volta ildirsek 14 volta aşıp gitti. Bu tenamiydi. Aşıp gitse çünkü 7 voltta tekşiremiz. Beraber puskovoyunu şu duruşta gösterdi. 60 mes en pesi 40. Anşındaki tekşiremiz. Puskovoy küçü gitti. 50 50 amper puskovoy gücü bu. İçki karşılıkına karanglar 56 81 733 volt. Ana xulasa qilinglar o'rtoqlar. Mana yacheykalar tayyor, BMS simlari taqildi. Hozir buni turli xil izolyatsiyalar qilib mana shu qutining ichiga sekin-sekin joylashtiraman. Ko'rib turganlaringni 2 qator bo'lib turadi. Shunda sig'adi. Bir qator bunday, ustiga ikkinchi qator. BMSni ko'ramiz yoki tashqarida qoldiraman yoki bilmayman. Tashqarida qolsa kerak. Mana bu chiqqan akkumulyatori. Так что yig'ish davom qilib turibdi. BMS как положено. E'tibor qilinglar. 120 amperlik. O'rtoqlar, bunga 10 amper ham yetadi. 20 amper ham yetadi. Bu 120.
Bori shu, zo'ri shu. Shuni qo'yamiz. 300 amperga turib beradi mana. 300 amperga. 10 dan 32 gacha poddeshga qiladi oxirgi. Nimani ko'ringlar. Так что bizda sifat birinchi navbatda. Narx emas. Mana shunday tip mana izolyatsiya qildik. Sababi bu tagida turadi. Pastda. Beriga dielektrik narsa qo'yilib, ustiga bu taraf qo'yiladi. Bu yerga BMSni minusovой klemmasi taqiladi. Undan mana plusovой klemma chiqdi. Bu уже skuterga ketadigan tok. Mana bu orasidagi mana shu ketma-ketlik uchun taqilgan. Так что tayyor bo'lib qoldi. Hozir sekin mana qutichaning ichiga joylashni boshlayman. Mana o'rtoqlar, mana litiy titanat 10 amper chas, 10 amper. Bu eksperimentimizda qaranglar, 6 ta yacheykadan 12 volt chiqadi. Bu titanatning volti kichkina, shu sabab 6 tasiga ulab, mana bu testerimiz 12 voltni atrofi ko'rsatgani uchun sizlarga mana shu 12 volt misolida ichidagi haqiqiy puskovoy kuchini ko'rsatib beraman. Men 30% zavodskoy zavodda kelgan holdagi kuchi bilan 30% zaryadda keladi. Yo'lga polni zaryad qilmaydilar. Mana ko'ringlar. Puskovoy kuchi. Mana ko'rib turganlaringdek 595 amper puskovoy kuchi bor. Oddiy Nexia'ni puskovoy kuchi starter urib zaryad anaqa qilgan payti 250 amperda starterning puskovoy kuchi bor. Ana taqqoslab ko'ringlar. Bunda 595 amper kuch bor. Mana o'rtoqlar, yig'ish ishlari tugadi. Yacheykalar ichiga sig'di. Mana shu tartibda. Mana BMSni ham o'rnatdik. Mana shu holatda. Endi bu 10 amper litiy titanat 48 volt. Puskovoy amperni ko'rdinglar. 595. Mana bu eskisi. Puskovoy amperi 50 amper. Eski qoldi. Mana shunday holda bo'ldi. Ichiga to'liq sig'ib turdi. Joyi yo'q, общем hech nimaga. BMSni mana chekkaga qoldirdik. Mana joyiga tiqqandan keyin BMS tashqarida turadi. Mana bu yerda rama bor. Mana shunday bo'ladi. Mana tugadi. Endi velosipedga qo'yiladi. Bu yog'i egasi bilan birga video qilinadi. Akkumulyatorni hozir joylashtiramiz. Tayyor bo'lgan. O'zini zavodskiy zaryadi uyingga borib qo'yib berasan-da. Ha, bu. Mana telefonga ulashtirib uzatasizmi? Ha, uni ulab beramiz hozir. O'zini relisi bor, kiradi ekan. Kilitni to'lamasa tok kelmaydi ekan, ha? Tamam. 2 marta ochibman, ona kelmadimi? Bismillah. Bismillah. Так. Nima ko'rsatdi bu yerda? Obam kilometrni постоянно ko'rsatib turamiz. O'chadi. Nolga tashiymi? Ava, boshqa yoqqanimizda ko'rsatadi hozir. Ha, yoqqan. Tushirdim. Tushirib yoqqan. Yo'q. Endi baribir bu oldida uyingcha kilometr. 4 bedan o 1669. Necha kilometr? 2 kilometr chiqadi. 2 kilometr 1669 va 1700 dan hisoblaymiz ekan, значит. Polni buyin zaryadga qo'y. O'zi 1-2 soat olib bo'ladi bu eski titanat. Ana keyin ispitaniya qilasan, video olasan, iloji bo'lsa video olsang odamlar bir tomosha etsa yaxshi bo'ladi. Shu
qilib. Bu ham proba 48 voltli proba qilmadik, shuning uchun. Video yan o'zi olsa, keyin buyanni qo'shib beramiz. Endi o'rtoqlar, tushuvera xom sanabmiz degani sababi mana shu bo'ldi. Endi sizlarga tushuntiraman. E'tibor qilinglar. Videoni ko'ringlar. Analiz qilinglar. Analiz. Tahlil qilinglar o'zbekchasiga aytganda. Bu eksperiment mana taxlab berdim. E'tibor qilgan bo'lsanglar 20 amperlik. 20 amper. Tushunib olinglar. 20 amper 20 sonni bilasizlar. Shuni o'rniga men 10 amper qo'ydim. 2 barobar kichik amper. Amper bu tokni kuchi. O'shanga e'tibor qilinglar. Ko'p odam tushunmaydi, lekin tushunish uchun mana tushuntiryapman. 20 amper kuchga ega texnika bilan 10 amper kuchga ega texnikani jangi bu. Ana shunga e'tibor qilinglar. Gapning qisqasi bu 10 amper qilganimiz natija bermadi. Mana bu mijozimiz, o'zimizning o'rtog'imiz mana velosipediga o'rnatdi. Biz bilan birga hamkorlikda. O'lmaga bu o'rtog'imiz 90 kilodan ziyod og'irligi o'zini. Lishna o'zi shu velosipedni minib, aytishiga qaraganda 3-skorsga qo'yib, polni majburlab, nasilovat qilib haydagan. E'tibor qildinglarmi? Nasilovat qilib haydagan velosipedni. Shu bilan 22-23 kilometr yurdi bu. E'tibor qilinglar, 22-23 kilometr yurdi. 20 amperlik velosipedga 10 amper akkumulyator qo'ydik. Bir barobar kichkina, 2 barobarmi, 1 barobarmi? O'shani majburlab haydab 22-23 kilometr masofani bosib o'tdi. E'tibor qildinglarmi? 2 barobar kichik akkumulyator bilan o'sha masofani bosib o'tdi. Endi bu uje ishmas. Hamma narsa ham yog'dan qil sovurgandek oson bo'lmaydi. Mana eksperimentimizni bir minus tarafi mana bunda namoyon bo'lib turibdi. To'g'risi, men u do'stimiz, u mijozimizga aytmasdan hozir hammasini joyiga qaytardim. O'zini eski akkumulyatorni joyiga o'rnatib berdim. Mana suratda ko'rib turganingizdek, ichidagi litiy titanat akkumulyatorni yechib tashladim. E'tibor qildinglarmi? Lekin mana bu litiy titanat o'zini minib yurgan akkumulyatorida 20 amper chas bo'lganda o'zinikidan ancha ko'p yurib berardi. Shunday bo'lsa-da 10 amperlik qo'yganim sabab men yechib tashladim. Hali bu odam xabari ham yo'q. Shuning uchun mana surati ichiga qo'yib o'zinikini joyiga qaytarib, hammasini joyiga o'rnatib berdim. Endi oxirgi xulosani videoning oxirida sizlar bilan gaplashamiz, aytib beraman. E'tibor qilinglar, kuzatinglar. Do'stimiz hali xabari yo'q. Yana bir yeri bor. Bu o'zini radno akkumulyatorida bu do'stimiz 30-35 kilometr yuradigan holga kelib qoldi deb aytgan. Videoni oldida kuzatdinglarmi? Endi yana bir savol tug'iladi. Mana shu 30-35 kilometr yuradigan holga kelgan akkumulyatorni boyagidek majburlab, nasilovat qilib haydasa, necha kilometr yurardi? O'sha savolga bir kommentariyada sizlardan javob kutaman. O'ylab qaranglar. Mana shu 30-35 yuradigan holga kelib qolgan akkumulyator majburlab haydaganda 3-skorsdan pastga tushirmay haydaganda necha kilometr yurib beradigan
holatga kelishi mumkin. Ha, qiziqadigan yoshlar ko'p. Mana kommentariyada ko'rdim. Tasavvuringizni aytinglarchi kommentariyada, men kutaman. Qancha yurardi mana shu o'zida kelgan litiy akkumulyator. Yana bir qiziq yeri, bu o'rtog'imiz emas, uni o'g'ilchasi bor. Qanaqadir sinfda o'qiydi, to'g'ri esimda yo'q, 6-mi, 7-sinfda o'qiydigan. O'g'ilchasi minib, mana shu kilometrda yurib tugashini ma'lum qilgan. Mana shunga e'tibor qilinglar. O'g'ilchasi minib, mana shu 30-35 kilometr yuradigan holga kelgan degan gapni aytgan. Mana akkumulyatorni o'zini rodnoyini joyiga qistirdim. Hozir buni zaryad berdim, qarasam zaryad olishda davom qilib yotibdi. Qaranglar, 4 volt. Gapning qisqasi ichida turgan 4 volt. Ichida turgan BMS tokni o'chirmadi. Sababi mana bu zaryadni hozir o'chirdim, mana bu shtekkerni olib tashladim. 55 u qancha ko'rsatdi, tokni uzdim. Так что ichida turgan BMS ham kopeyka litiyon akkumulyatorniki. Так что bu zaryadini velosipedni o'zi o'chiryapti mana bu zaryadchiga. Men hozir mana bu zaryadchik 60 voltligini taqib zaryad qildim. Ana joyi o'chirmadi. 48 volt bo'lishiga qaramasdan BMS ichidagi miyasi o'chirish kerak edi. O'chirmadi. Так что bir qo'yinglar-da. Men zaryad turgan paytda shuni yonida men televizor ko'rib, anaqa qilib o'tiribman. Ishonsalaring ana shunaqa 55 u 4 voltga chiqibdi, borib tester bilan o'lchadim. Zaryad berishda davom qilib yotgan edi boyagi zaryadchik. 55 u 4 voltga chiqibdi. Reski borib o'chirdim. O'chirgan payti biroz paytdan keyin ana oldingi videoni oldim. 54 ga tushdi. Volt salgina orqaga qaytadi litiyonda. Endi bu litiyon emas, litiyonda to'g'ri. Endi xulosa qanaqa? 55 u 4 ni 13 yacheyka bor, ichida bo'lib ko'ringlar. Litiy ion akkumulyator 4.2 voltgacha zaryad olishga haqqi bor. BMS shuni 4.25 voltda uzish kerak. Ichida turgan miyasi, BMSi. O'sha har bir yacheykani bittasi shu 4.25 voltga kelganda o'chirish kerak, ammo bu BMS o'chirmadi. Mana sizlarga sifat ichida turgan boya aytgan 5 dollarlik BMSni sifati shunaqa. Buni ham e'tiborga olinglar. Men yomonlash emas, men bor narsani sizlarga tushuntiryapman. E'tibor qilinglar. Endi bu videodan xulosa qanday bo'ldi? Bu videodan xulosa shunaqa bo'lyaptiki, 20 amperlikka men 10 amperlik 2 barobar kichik akkumulyator qo'yib ispitaniya qildim. Yetmaganday majburiy iznasiloid qilib haydalgan. Mayli, uni ham e'tiborga olmasak, bundan buyog'iga bu akkumulyatorlarni dalnishim menga chiqqan odamlar akkumulyatorni amperi 20 emas 12 amperlik akkumulyatorlar ko'pchilikda bor. 12 amperlik. O'shalar menga chiqsa, mana shu litiy titanat akkumulyatorni men yig'ib beraman. Asosiysi bir nimaga e'tibor qilinglar. Sizlar o'sha 12 amperlik 5 ta yoki 6 ta akkumulyatorni 1 yilga bormay tugidi ular. Geliviy deb ataladi, asli kislotni. O'shalar har yili alishtirgandan mana shu akkumulyatorni qo'ygan ma'qul. Sababi bu akkumulyatorni sikli boya oldingi videoda 10.000 sikl deganman, lekin hujjatida 20.000 ekan. Kerak odamga men tashab beraman. Bu degani 15, 20, 30 yil bemalol minasizlar. Grubiy qilib aytganda, sizlarni mana burgan 12 amperlik akkumulyatoriz yangi paytda necha kilometr yurardi?
Ana grubiy aytib 50 desanglar, bu akkumulyator sizlarga уже 55-60 ni yurib beradi. 55-60 kilometrni. Eng yutadigan joyingiz umri uzoq buni. 15-30 yil minasizlar. Yana bir eng zo'r yeri bu litiy tizanatni o'zingizning akkumulyatoringiz 6 soat, 8 soat zaryad olsa, bu 1,5-2 soatga zaryadni olib bo'ladi. Litiy titanatni eng zo'r yeri tez zaryad olishida. Ana shunga qarab, e'tibor qilib, har bir bu videoni ko'rganlar o'shanga e'tibor qilib menga murojaat qilsin. Akkumulyator alishtirib xarajat qilishdan charchaganlarga bu zo'r variant. Yana aytaman, sizlarning kislotli akkumulyatorlaring yangi paytda 50 km yurib beradi. Vaqt o'tishi bilan 40 ga, 30 ga, 20 ga, 10 ga tushib qoladi. Bu akkumulyator 15-30 yil xizmat qilib beradi sizlarga. Sikliga qaranglar. Bundan 2-3 video oldiga o'tinglar. Sikl degan tema bor. O'shanda sikl nimaligini bilmaganlar bilib olsin. Ana glavniy akkumulyator boshida mana sizlarni Geliy degan akkumulyator misolida aytayapman. Bu bizani sizlarni Geliy akkumulyator yangi zaryadga qo'ygan payti moshnasi qanday bo'ladi? Zo'r tortadi. To'g'rimi? Sal yurgandan keyin o'sha moshnasi quvvati tusha boshlaydi. Bu akkumulyator zaryad o'lguncha o'sha moshnasini polni tutib turadi. O'shanisiga e'tibor qilinglar. Ana kimga ma'qul bo'lsa, bu litiy titanat akkumulyatoridan umri, yili ko'p xizmat qilsin, menga yetadi shu. O'zimnikiday yangi akkumulyatorday probegni yurib bersin, masofani yurib bersin deydiganlar bo'lsa, menga chiqib murojaat qilishingiz mumkin. Ana tushuntirib berdim degan umiddaman. Yaxshilab bu videoni 1-2 marta ko'ringlar, hammasiga tushunib olasizlar. Tushunmaydigan odamlar ko'p. Shuning uchun bir narsani 2 marta, 3 marta ko'rsanglar, eshitsanglar, tushunib olasizlar bemalol. Men shunday oddiy xalq ko'cha tilida gapiryapman. Adabiy, ilmiy tilda emas, oddiy tilda gapiryapman. Endi shevani sal e'tiborga olmasanglar, hammasi tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Так что 48 volt akkumulyator minib yurganlaringdan zo'ri mana shu litiy titanat. Asosiysi akkumulyatoringiz 12 amper bo'lsa, mana shu bemalol o'rnini bosib beradi va 15-30 yilgacha xizmat qilib beradi. Endi oddiy o'ylab qaranglar. Har yili akkumulyator alishtirsanglar necha pulga tushyapsizlar? Ana shuni hisob kitobini qilinglar. Bir alishtirasizlar komplekt 5 tasini. 2 alishtirasizlar. Ana hisob kitobini qilinglar-da, undan keyin murojaat qilinglar. Bu akkumulyatorlar arzon emas. Arzon emas, lekin puliga turib beradi. O'shanga e'tibor qilinglar. Video ma'qul bo'lsa, tanish bilishlarga tarqatinglar. Aytib beringlar, ko'rsatib beringlar. Ana har kim xulosasi o'ziga. Har kim xulosasi o'ziga. Yaxshi kunlarda uchrashaylik, yaxshi kunlarda aloqa qilaylik, ish qilib, hammasi Xudo yo'liga tinchlik, sifatlik, salomatlik tilab qolaman.